mana shu 100 kun yashab qolishimiz kerak. Avvalgi qismimizda ham bor edi, faqat video olinmay qolibdi. Uzr. Boshqatdan olyapman. Ikkinchi qism deb hisoblasak ham bo'ladi. Oldingi qismda nerit qilgam sindirdik, bu yerda creeper portlab ketdi. Avvalgi qismda o'zim tanishtirmabman. Sizlar bilan Azizbek, ismim Azizbek. Sizlar ko'p kuttirmayman, boshladik. Qani ko'p. Olmos qilgam sinuvdi. Nezirit qilqa desa ham bo'ladi. Mana yoni shu paydo bo'lgan joyimizda. Endi mana yerda lava bor, water drop qila olamizmi do'stlar? Qani ko'p. Bu oshadi. Avvalgi qismda o'lmaslik rejimida edim. Bu safar ham o'yin o'ynayapman, lekin o'lmaslik o'lish ilojini o'ladigan qilib ko'rsam, lekin bo'lmay qoldi. O'qib ko'rsam, YouTube'dan ham qidirib ko'rdim. Demak, bir o'lmaydigan qilib ko'rsak, boshqa o'ladigan qilib bo'lmas ekan. Har kun rejimi shunday ekan. Do'stlar, men bilmaganman. Bunday bo'lganda qilmas edim. Nezir daraxtlari yoqmaydi. Qayerda pastga qazib ko'ramiz. Do'stlar, qani bizga 2 dona kerak. 2 dona emas, juda ham ko'p. Bir 20 tacha kerak. Do'stlar, ko'proq olmos topish kerak, chunki nezir kuchaytirgach olmos qalqalarimiz analarni qilamiz. Sizlarga qorong'i bo'lib turyapti. Hozirgacha yoritib ko'raman. Sal bo'lsa ko'ringandir do'stlar. Biror kondan chiqib qolishimiz mumkin. Kondagi kon bo'lishi mumkin do'stlar. Xo'sh, qani qaziymiz. Do'stlar, obro va like bosib qo'yinglar. Biz 500 ta bo'lishimiz kerak. Qanchadan beri? Bu videoyimizda avval qismimizda 34 kun yashab qoldik. Bugun 35-kun. Bo'lib qolyapman. Bilmayman, hech kun o'qib qolishimiz kerak. 100 kun yashab qolishga harakat qilaman do'stlar. Qani olmos chiq. Do'stlar, chiqmaydi ekan, o'xshayapti. Bo'lganda 35-balandlikda chiqqan bo'lasi. Hozir sanab turibman. 35-balandlik bo'ldi. Har bitta balandlik 4 metrdan bo'ladi. 4 ta blok demoqchiman. Obo. Undan pastga chiqishi mumkin, bo'lishi ham mumkin do'stlar. Kon. Xo'sh. Pedro. Oltinga aylantirsak bo'lmayapti. Bizga kerakmas. Adashib ketibman mana. Bu kerak 59 ta. Bu oltinni nimani o'rniga tashlasak bo'larkan? Do'stlar, endi bizga oltin boshqa kerak emas. Bu ham kerak emas, bu ham. Do'stlar, buni qanday nima qilishni topsak? Ana oltin kerak emas bu. Ana biz oltin blogimiz tayyor endi. Qisqa blok bilan tepaga chiqamiz. Qani. Olmos chiqmadi, endi boshqa yerlarda konslab ko'ramiz. Do'stlar, portalni buzib ketish qiyin, shuning uchun buzmay. Qaytam, agar buzib ketmasak, spawnman shu joyimizda paydo bo'lamiz. Ikkita portal. Qaytam yaxshi. Mana ko'p. Ozgincha qoldi. Mana bloklar nimaga olmading desaring, o'zlari buni blogim tugadi. Mana qarab turinglar, mana 5 ta blok olindi. Texnologiya do'stlar. Qani tepaga chiqib qolsak, do'stlar, mana tepaga chiqib qolsak, keyin olmos qidiramiz. Menimcha tong otgan ekan. Xo'sh, suv bor mana bu tomonda. Suvni shu tomondan tepaga olish mumkinmi?
Bo'lmayapti do'stlar. Shu burchakka borgina qo'yish kerak. Hal, shularga quloqlarga ovoz kelmasin. Qaytartirdim. Menda suv olib bo'lmayapti. Qadamay maksimum kuchayib ketamiz aslaqalarda. Faqat bizga qishloqcha kerak. Xo'sh, maksimum qayerlarda? Buni obulamı? Su. Do'stlar, bizda suv bor. Let's go. O'shqa mana suvga tushdik. Water drop o'shamadi. Aylanib qilmoqchi edim. Bu tepaga chiqamiz. Qadam. Hemen blok koyup çıkışımızga majburmiz. Sizlar ayamamazın video ko'rib ketmasin do'stlar. Mana bu. Do'stlar, olmos topishimiz kerak, xo'sh. Keyingi videomiz yakshanba kuni chiqadi. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, portal buzmay ketamiz. Musiqa bo'lganda qani go yurib siltaymiz. Ana go. Şu Sugarcane şeker kalmış. İngilizcesi sugarcane seedler'de bittesi şeker kalmış. Bize allaqachon endi dona bo'libdi. Endi kamon kerak emas-da bizga. Arbalet bor bizda. Kametga yozinglar do'stlar. Arbalet zo'r deganlar like va obuna bosib qo'ysin. Kamon zo'r deganlar like bossin. Arbalet adashyapman do'stlar. Toza. Bugun charchadim. Kamon zo'r deganlar obuna bo'lsin. Arbalet zo'r deganlar like bossin. Do'stlar, endi cho'to go'sht yemaymiz. Kerak emas. Ba'zigina ozginchagina ovqat o'ydirdiganda bizda qo'y bor. Do'stlar, bir narsani aytib qo'yay, men 35 kundan beri ovqat uxlamadim. Shu nezivit bo'lish uchun uxlamasdan tunlarni o'tkazdim. Do'stlar, bu darajaga yetish uchun qancha qiynaldim. Mehnatimizda qadrlasalaring, iltimos like va obuna bosinglar. Kema yo'qmi? Do'stlar, qaytadan pastga qarasa yana qazib ko'ramiz. Do'stlar, kon bo'lsa ham, atib kon bo'lsa ham chiqish kerak do'stlar. Chiqmasa, qo'limizga voy. Keyingi qismlarda video chiqadi. Bu birinchi qism ham deb bo'ladi. Birinchi qism deymiz buni. Albatta, qad kuchayganimni hisoblamaganda. Do'stlar, keyingi qismimizda albatta olmos, agar bu safar olmos topolmasak, xafa bo'lmaysizlar. Keyingi qismda albatta yakshanba kuni, ertaga shanba. Atiga bir kundan keyin kutalaring do'stlar. Balki do'stlar, ertaga ham chiqib qolishi mumkin do'stlar. Ertaga ham chiqishandiq. Chiqishi ham mumkin, chiqmasligi ham mumkin do'stlar. Xo'sh. Mana shu kabulstonni shunday. Mana shu blokning nomini bilganlar kommentga nima ekan nomini bilmay yuribman do'stlar. Kremniy chiqdi. Yo'q, bizga olmos kerak do'stlar. Xo'sh, qani olmos. Mana mana shu blokning nomini bilasizlarmi? Nima ekan shu blok nomi?
Do'stlar, ko'proq video chiqish uchun like va qo'llab tursalaring. 500 ta bo'lsak, bundan zo'r videolar chiqadi. Har kurda boshlanishidan kuchayamiz, do'stlar. Minecraft'ning tetik bo'lib qoldi, do'stlar. Kecha boshqa dunyo ochib ko'rsam, o'lmaydigan rejimga bo'lib qolibdi. Mana ko'kamiz hisobsiz, do'stlar. Ko'kamiz ham mana crafting table. Mana Kemon bile desegem bo'ladi. Xo'sh, do'stlar, shu joyimizda video tugaydi. Keyingi qismlarda albatta huzur olmas topolmadik. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rganingizga